Meni go'zal bekajonlarim, qish kelishi bilan issiqqina choy, kofe ichgimiz keladi. Nafaqat bizni, uydagi hojamizni, farzandlarimizni ham. Bu uchun bizga nima kerak? Issiqqina saqlash uchun xuddi shunaqa termizlardan kerak. Bu termizlar Optim narxda bo'lsa-chi, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Shunaqa ko'rinishdagi 3 litr hajmda suvda oladigan Eron termizlarimiz original. Atiga 99 ming so'm qilib qo'ydim. Xuddi shunaqa 2 litr hajmdagi original termizlarimizni atiga 75 ming so'm qilib qo'ydim. Issiqqina saqlaydi. Va xuddi shunaqa ko'rinishdagi 2 litr hajmdagi suvda oladigan termizimizni 89 ming so'm qilib qo'ydim. Va xuddi shunaqa 1,5 metr hajmdagi suvda oladigan termizimizni atiga 85 ming so'm qilib qo'ydim. Va minicha kichkinagina 1,2 litr hajmdagi suvda oladigan termizchamizni atiga 79 ming so'm qilib qo'ydim. Davom etaveraymi? O'zimni qirolichalarim uchun esa xuddi shunaqa qirolicha termizlarimizdan bor. Narxi atiga 89 ming so'mdan. Kattaroq ko'rinishdagi ichki shishali termiz so'raganlarga atiga xuddi shunaqa 3 litr hajmdagi termizlarimizni tavsiya qilaman. Narxi atiga 89 ming so'mdan. Optim narxda. Dastavka xizmatlarimiz ishlab turibdi. Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab.